Мәшрәптәк qılmaq təs. Abduri Abduvali Ayub. Uyg'urda zaman va zulmatlar, jahon va jahondarlar haqida yozgan, dunyoni kezgan, tushungan va tushundirgan donolardan baxtiyorlarmi, baxtsizlarmi va hatto badbaxtlarmi bo'lgan. Ba'zi donolarning tushundim degan va bizga ta'lim berganlari aqlga uyg'un, taraqqiyotga loyiq, ilmga asoslangan bo'lib, ular bizga ko'rsatgan hayot yo'lida biz yashay oldik. Tasvirlagan manziliga ko'zimiz yetdi. Chunki ularning bayon qilgani terisi unadigan, tapsa put qayriladigan, tutsa qo'liga chiqadigan amaliyotdagi dunyo edi. Ba'zi donolarning jahonni tushundim deb bizga o'rgatganlari ilm emas, afsona edi. Ularning tarqatganlari ilmga, aqlga uyg'un tushuncha emas, balki ularning xiyollari yoki yot iqlimga mansub odatlar. Xiyolparast ustozlarning va yoki tarki dunyolarning ta'limot va tabliqlari bo'lib, ularning bizga va'z aytganlari o'zimizda vujudga keladigan emas, hech bir elda mavjud bo'lmaydigan va amalga oshmasligi kerak bo'lgan bir nishonning, bir manzilning, bir jahonning afsonaviy ko'rinishi edi. Ularning orzusidagi dunyo, hayot va hokimiyat haqida qilgan amr ma'ruflari rivoyat bilan to'yingan bo'lib, shu hikmat, nasihat va dardlar bizni tarixda tuyuq yo'llarda xarob qildi. Lamakan va xonavayron qildi. Chunki ularning bizga o'rgatmoqchi bo'lganlari haqiqiy bilganlari emas, yodlab olganlari bo'lib, ular shularni tushungan emas, ishonishni tanlab tushab chiqqan edi. Chunki ular ilm davolgan xiyol, rivoyat va absullarni yodlash va yodlatish bilan amaliyotga uyg'un haqiqatga ulashmoq, haqni yetkazmak, haq so'zlamak, rostni aytmoq, samimiyatga sodiq bo'lmoq tarixda uncha oson bo'lmagan. Hozirmi albatta shundoq. Shunga ilmga amal qilib haqni so'zlagan va haqiqatni ching turgan donolarning taqdiri ko'pincha fojialik bo'lgan. Mashrab buning misoli. U jahonni tushunishda bilimning rolini ta'kidlagan. Haqiqatga yetishda aqlni o'lcham qilgan. U Appa xo'janing Uyg'urga xo'jador emas, insonligini, uning quldor emas, bir qul bandaligini pash qilgani uchun jon yeridan mahrum qilingan. O'zining avliyo emasligini, o'ziningla emas, haqni ko'tara olgan hukmdorlarningmi odatdagi odamligini jakorligini uchun darg'a esilgan. Mashrab haqida Uyg'urda nurg'un hikoyalar mavjud. Biri uning masjid darvozasi ustiga chiqib siyganligi. Yezilishcha u jamoatga xitob qilib shuni degan: "Sizlar suv 7 yumilasa halol deysizlar. Mening suydikim tushkicha 70 qitim yumiladi. Shunga halol emasmi?" Bu hikoyat bizda xurofotlikqa qarshilik sifatida tushunilib kelgan va buni mashrabning xurofotga qarshi isyonkorligiga misol qilinib maqolalar yozilgan. Mencha mashrab ayni chog'da qilishga jur'at qilgan, qabul qilg'usiz bu oshqun harakatda maqsad samimiyat edi.
O o'ziga samimiy edi. O'zining bandiligini biladi. Ammo uning ixlosmanlari uning odatdagi odam bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Uni avliyo qilmay turib, e'tirof qilmaydi. Uni pir ustoz qilmay turib, agashmaydi. Bu oshqin harakat uning kishilarga ko'rsatgan haqiqiy o'zi samimiylik edi. Mashrabning nom shuhrati uning ilmiy, odamiyligi bo'libmi she'riyatdagi talanti bilan taralgan va ayni davr Uyg'ur jamiyatini qoyil qilgan. Millatdagi qoyillik tadrijiy holda uni hammani biladigan, har sohaga qodir, hammaga qobil, mahorat va ma'rifatlarning igidoriga aylantirib qo'ygan. Shu davrda Uyg'urda mundaq kishilarning nomi ustoz kalon, pir avliyo bo'lib, bu maqomga erishguchi kishilarning tavob qilishiga, qo'l berishlariga va murd bo'lib peshini so'yishlariga nail bo'lgan. Mashrabning masjidning darvozasini tanlab siyishi uning "Men avliyo emas, tavob qilg'uchi pir emas, duolarni ijobat qilg'uchi xudo emas. Menmi sizlardak yigitchi va ishchikuchi inson. Menmi sizlardak jismoniy ehtiyojga ega. Qaranglar, menmi sizlardakla siyman demoqchi bo'lganligidan bo'z kerak." Agar u kishilarga va'z tabliğlar, nasihat va suhbatlar orqali o'zining alloma avliyo, pir kalon yoki ustoz peshvo emas, bir odatdagi inson ekanligini chiroyli so'zlar bilan isbotlay olgan bo'lsa, undaq sat bir qiliqni qilmagan, jamoatga unchalik sat ko'rinmagan bo'ladi. Bilim, aql, donolik va oqilonalik har qandaq zamon va har qandaq makon uchun qandak jondak zarur. Har qandaq millat, jamiyat va jamoat uchun bilim ahli, oqillar va donolar chiroq va mash'aldir. Ammo aql yaratgan natija, ilm yaratgan shuhrat va donolik ilib kelgan inovat donolarni avom cho'qinadigan mozorga aylantirib qo'yish ehtimolligi har zaman mavjud. Mushundaq chaqda o'zining bir oddiy inson ekanligini eskartgan dono o'ziga samimiy bo'lgan kishidir. Avam to'g'ri bilib agishayotgan, an'anamiz, urf-odatimiz deb davom qilayotgan miroslarning hammasi aqlga, madaniyatga, taraqqiyotga, ilmiylikka uyg'un bo'lishi notayin. Xalq himoya qilayotgan fikrni o'ttirg'a qo'yganligimiz, to'g'ri gap qilayotganligimiz bo'lishi notayin. Mushundaq chaqda donolar orasidan birining avomni sagitish, samimiyatni ta'kidlash, haqiqatni oshkorlash, rostchilikni namoyon qilish uchun qamlashtirib siyishi samimiyatning jakasidir. Avam odatlangan fikrga qarshi, millat so'ygan nopozliqlarga qarshi, jamiyatga hukmron tushunchaga qarshi, haqni jakarlashda mashrabdak bundaq oshqin harakatning unumi mo'lcharligisiz bo'lishi mumkin. Mashhurlarning mashrabdak siyishi xurofotda eziqqan xalqni o'yg'itishda, yetti yumilgan suvning halol bo'lmaydiganligi haqidagi ming qitimliq xutba, tabliq va vaz nasihatlardan ustun turgandak, avam bilmay agishayotgan
səpsətlərini ağdırışda muşundaq bir radikal jasorat moyum. To'g'ri xata, haq nohaq, haqiqat va səpsəti aralashib ketgan. Avam qaymoqqan zamonda donolardan birining boshqalar avomning nazaridan tushmaslik uchun deyishga petinolmayotgan haqiqatni oshkorlashda ashundoq oshqun usulni tanlashi zarur bo'ladi. Bu jahonda jahondorlarga va sapsatlarga qarshi qahramonlik emas, balki o'ziga, avomga va tarixga yuzlangan bir samimiylik bo'ladi balkim. Tugidi. 2019 yil 5 oktyabr Bergen.